Assalomu alaykum hurmatli asalarichilar. Mana bugungi videomiz yetim oilani onasi bor oilaga qo'shish haqida. Yosh asalarichilar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu oilamiz 4 kundan beri yetim turganda, onasini sotilgandi. Bu oilamiz mana 5 ramkada o'tiribdi, onasi bor. Endi shu oiladan 3 ramkasini shu oilaga qo'shamiz. Arini qo'shishda mana bu nastoykadan foydalanamiz. Bu valerianka nastoykasi. Oddiy iliq suvga undan qo'shilib, mana nastoyka tayyorlab olinadi. Mana bu narsada arilar ustiga sepiladi. Keyin bu oiladan mana rasplotli ramkani olamiz. Olib mana bu oilaga to'g'ridan-to'g'ri qo'shib yuborsak bo'laveradi. U mana to'sqichni bu tarafiga qo'yish kerak yo'q. Yetim bo'lsa bo'ldi. Yetim oiladan bu tarafga qo'yish muammo emas. Onasi bor oilaga. Faqat shu agar onasi bor oiladan ari qo'shsa bo'lmaydi, lekin mana yetim holatda turgan oila bo'lsa, mana bitta ham urushmaydi arilar.